بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugun sizlar bilan suhbatlashadigan mavzumizning mavzusi Qur'on hikmatlari, solih amal, haq so'z va bag'rikenglik jannat kalitidir deb nomlangan. Qur'oni Karim oyatlari barchasi insonni dunyo va oxiratda yaxshi, haqiqiy bandaligini bajo keltirishlik uchun omil. Qur'onda hech qanday ortiqcha narsa yo'q. Insonga mashaqqat tug'diradigan narsa yo'q. Insonga zarar keltiradigan biror bir harfni o'zi yo'q. Oyat, sura u yoqda tursin, Qur'oni Karimda biror bir ortiqcha lafzni o'zi yo'q. Chunki Alloh subhanahu va taolo bu Qur'onni insonni islohi uchun tushirgan. Faqatgina shaklda katta bo'lib, chiroyli bo'lib, bejirim bo'lib, naqshli bo'lib ko'rinib turishligi uchun emas, uni amali uchun, uni islohi uchun, dunyo va oxiratni obodligi uchun tushirgan. Mana shunday Qur'onning hikmatlari Qur'ondagi olingan, o'zi Qur'onni asli mo'jiz, ya'ni insonni ojiz qoldiruvchi mo'jizadan iborat. Lekin Alloh subhanahu va taolo bu Qur'onning ichida biz bilgan bilmagan bir necha hikmatlarni mujassam qilgan. Qur'ondagi hikmatlardan biri mana bugungi inshaalloh mavzumizga taalluqli bo'lgan ana o'sha solih amal. Qur'onning bir hikmatidan. Haq so'z, ya'ni odillikda, adolatda, haqqi rostda turishlik va bag'rikenglik mana shular Qur'onning hikmatlaridan biri. Shunga Alloh taolo Qur'onda da'vat qilgan, shunga chaqirgan. Endi mana shu amallar nimaga insonga xizmat qiladi desa, bular natijasi nima? Buni nihoyasi nima desa, bu amallar, ya'ni Qur'ondagi hikmatlardagi natija jannatning kaliti, ya'ni jannatga olib boruvchi omil, sabab deyiladi. Mana shu hozirga aytilgan mavzumizni o'zini ichiga olgan, mujassam qilgan bir sura haqida inshaalloh bugun gaplashamiz, suhbatlashamiz. U sura bo'lsa Qur'oni Karim suralarining ichida 114 ta sura bo'lsa, eng kichkinalari, eng qisqalari 3 ta. Ixlos surasi, Kavsar surasi, Asr surasi. Mana shu suralarning ichidagi 3 oyatdan iborat bo'lgan Asr surasida Qur'on hikmatlarini o'ziga ichiga olgan, mujassam qilgan oyat karimalardan iborat. Shuni ham bittasi qasam bilan o'tib ketgan. Alloh taolo val asr degan bir oyat ketgan shu bilan. Ikkita oyatini o'zida yuqorida aytilgan hamma narsani Alloh mujassam qilgan. Hazrati Imom Fahriddin Rozi rahmatullohi alayhi aynan mana shu surani tafsirida aytgan ekanlarki, Alloh subhanahu va taolo asrga qasam ichdi. Chunki bu asrning ichida yaxshilik ham bor, yomonlik ham bor. Bemorlik ham bor, sog'lik ham bor. Boylik ham bor, kambag'allik ham bor. Musibat ham bor, bunda xursandchilik ham bor. Bu asr, bu umr degan ekanlar. Alloh subhanahu va taolo bergan umr hech qaysi bir narsaga tenglashtirib bo'lmaydigan bebaho ne'mat deb tafsir qilgan ekanlar. Aynan mana shu sura haqida Hazrati Imom Shofiy rahmatullohi alayhi aytgan ekanlar. Agar insonlar Asr surasini o'qib, uni haqiqiy ma'noda tushunganlarida edi, o'zlariga singdirganlarida edi, boshqa oyat, boshqa sura tushishiga lozim ham bo'lmas edi. Yetardi mana shuni o'zi insonlar uchun. Agar Asr surasini haqiqiy ma'noda tushunganlarida degan ekanlar. Shunday gap aytishlikka hadlari solgan ekan. Agar insonlar Asr surasini haqiqiy ma'noda, uni ichidagi Alloh taoloning ilohiy buyrug'ini haqiqiy ma'noda tushunib anglaganlarida, ular uchun boshqa sura tushishligi shart emas edi, lozim emas edi. Mana shuni o'zi kifoya qilardi degan ekanlar. Shunday sharh bergan ekanlar-da. Shunchalik e'tiborli surami? Shunchalik e'tiborli sura ekanki, hattoki sahoba ikromlar birorlar ikkinchilar bilan ko'rishib qolsalar yoki bir ziyoratga borsalar, uchrashib qolsalar ham bir-birlariga mana shu Asr surasini o'qimasdan tarqalmas ekanlar. Asr surasini o'qib eslatib bir-birlariga
aytib berar ekanlarda, ya'ni maqsad nima? Ya'ni bu hayotga kelishimizdan niyatimiz nima o'zi? Nima uchun tirikchilik qilyapmiz? Nima uchun namoz o'qiyapmiz? Nimaga yashayapmiz? Bola chaqa nima uchun? Bu moli dunyo nima uchun? Hayot nimaga quyosh chiqib hammasini mujassam qilishlik uchun? Asl maqsadlarini bir-birlariga g'oyalarini taqdim qilishlari uchun Val Asr surasini o'qib, keyin bir-birlari bilan xayr xo'sh qilar ekan. Shunchalik darajada muhim ekan. Asr surasini e'tibori inson uchun mana shunday muhimligidan hatto har bitta ko'rishib ular ayrilayotgan vaqtda shu Asr surasini o'qishar ekan. Bu sura Makka da nozil bo'lgan, bilamiz. Makka da nozil bo'lgan suralar asosan insonning e'tiqodiga, aqidasiga, iymoniga taalluqli bo'lgan 13 yil davomida mana shu kabi suralar nozil bo'lgan. Makkada. Madinada bo'lsa ko'proq hukmiy oyatlar. İnsanlar o'rtasidagi ijtimoiy odob, haq-huquqlar, poymol bo'lsa ularga beriladigan hadlar. Mana shu kabi oyatlar nozil bo'lgan bo'lsa, Makka shahrida nozil bo'lgan 13 yil davomidagi nozil bo'lgan suralar insonning e'tiqodiga, oxirat ishlariga iymon keltirishi, ko'proq mana shu aqidaviy masalalarga taalluqli bo'lgan hukmlar asosan Makkada nozil bo'lgan. Bu sura ham Makkada nozil bo'lgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Val asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu va amilus solihati va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr. Mana 3 oyatdan iborat. Val asr deb Alloh taolo asrga qasam ichadi. Asr deb ulamolarimiz tafsir qiladilar. Bu asr namozi dedi. Ba'zilar aytadilarki, asr bu 100 yillik umr dedilar. Bir asr, ikki asr dedi-ku. Palonchi asrda bunday bo'lgan. Bu, ya'ni ana o'sha asr bu muddat, bu umrga Alloh taolo qasam ichganligi. Innal insana lafi khusr. Albatta dedi Alloh taolo, albatta inson xusronda, yutqizishda, ziyonda, hasratda. İnson kim o'zi desa, inson hayotga keldimi? Hayotga keldi, bu odam nima bo'ldi desa, bu endi tamom katta bir koni foydaga tushdi degani emas. Inson tug'ildi degani, bu inson hasratda tug'ildi, yutqizdi degani. Tamom bo'lding dedi-yu. Tamom endi tushding, qo'lga tushding dedi-ku. Xuddi shu kabi inson dunyoga keldi, u hasratda, u yutqizishda, faqat ziyonda. Inson agar tug'ilib shunchaki yashab o'tdi, u inson foyda ko'rmadi. U hasratda o'tdi, u faqat yutqizib o'tdi deydi Alloh. Endi oyatda Alloh davom etadiki, illallazina amanu va amilus solihati va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr. İnsonning hasratda qolmasligi uchun 4 ta narsani Alloh zikr qildi. Illallazina amanu. Illo degani magaram hasratda emas. Magaram inson yutqizmaydi. Qanday inson yutqizmaydi? Allohga iymon keltirgan birinchisi. Allohga iymon keltirib ishongan odam shu dunyoda yutqizmaydi. Hech narsasi bo'lmagan taqdirda ham Alloh majruh bo'lib yotibdi, lekin qalbida iymoni bor. Birovga biror bir foyda ham keltirilmayapti, birovga ziyon ham yetkazmayapti. Haligi yuqorida aytganimizdek, hech narsa qilmasdan o'tib ketgan u hasratda. Lekin hech narsa qilmadi, bittagina iymoni bor xolos. Hech bo'lmaganda shu inson hasratda bo'lmaydi, yutqizmaydi. Ikkinchisi illallazina amanu va amilus solihati. Ikkinchisi solih amal qilgan inson. Iymon keltirgan inson hasratda emas, yutqizishda emas va solih amal qilgan inson hasratda emas, nuqsonda emas, yutqizishda emas. Bizning tilimizda bankrotda emas, u yutyapti u. Nega desa, musulmon odamni kunlik namozini o'qib borishligini o'zi inson uchun darajat ortib boraveradi. Payg'ambar alayhisolatu vassalomning huzurlarida 2 inson o'ldi. Biri oldinroq, biri keyinroq. Sahobalar baho berishdi: "Ey Allohning rasuli, bu inson ikkalalari deyarli bir xil umr kechirgan edi. Amallari ham deyarli bir xil edi. Endi bular jannatda ham birga bo'ladi-da", deydi. So'rashdi. Shunda payg'ambar alayhisalom yo'q dedilar. Nega dedilar? Chunki keyingisini bir necha kunlik ibodati bor dedilar. Uni amali tufaylidan Alloh taolo bunga jannatdan boshqa martaba beradi dedilar. Bir necha kunlik ibodati uchun inson martaba topadi. Bir kunda ko'rilgan umr agar iymon bilan o'tilsa, musulmon insonni birgina
iymoni bilan o'tishligi, solih amali bilan o'tishligini o'zi jannatdagi abadiy hayotni necha milliard yilini tashkil qiladigan mukofotga sababchi amal hisoblanadi. Uni o'rnini bosadigan. Mayli mana masalan deylik 60 yil umr. Shu 60 yilda abadiyga bo'lib olaylik, qanchadan taqsim qilinadi? Bir odam 30 yil umr ko'rdi. 30 yil umrda 15 yil mana o'sha yoshligiga chiqib ketdi. 15 yil vaqtidagi qilingan umr, inson umr ko'ryapti. Sahobiy ikromlar ko'plari 30, 35, 40 yoshlarda o'tib ketishgan. Lekin ularni qilgan amali dunyodayoq, mana shu hayotdayoq bashorat beryapsiz, jannatiysiz deyapti. Shu insonning birgina umri, ana shu 30 yillik, 40 yillik umri abadiy hayotga taqsim qilganda yetyapti. Endi shu bizni bir kunlik umrimiz abadiy hayotni nechidir milliard yilini tashkil qiladi. Bo'lib o'rganimizda. Milliard yillarni tashkil qiladi. Bir umrim, birgina bir kunimiz. Oxirat hayoti mana shunday. Demak, inson hayoti dunyoda iymon bilan yashadi. Ikkinchisi amali solih bilan. Va amilis solihati. Amali solih bilan yashadi. U inson nimada? Hasratda emas, u yutqizmayapti. U ana o'sha oxiratdagi abadiy hayotni darajatini topib boryapti. Bir kunida bo'lsa ham. U yutqizmayapti, u yutyapti u. Illallazina amanu va amilis solihati va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr. 4-si. Va tawasaw bil haqqi degani haqga chaqiradi. O'zi avvalo haqda bo'ladi va haq narsaga, to'g'rilikka, adolatga chaqiradi. Bir-birlarini haqqa chaqiradi. O'zim bo'lsam bo'ldi. Bo'ldi, men u ibodat qilishni bilib oldim. Bir u bilan nima ishim bor demaydi. O'zi haqdami, o'zi to'g'rilikdami, o'zi halollikdami? Ana o'sha halollikni, to'g'rilikni qiyomatdagi, oxiratdagi bo'ladigan mukofotni o'zga insonlarga ham ilinadi. Mana bu ish to'g'ri ekan, mana bu ish foyda ekan, mana bu ish qilsam halol ekan, siz ham shuni qiling birodar dedi. Haqqa chaqiradi. Musulmon odamning sifati o'zi haqda bo'ladi, o'zgalarni ham shu haqqa chaqiradi. Shular hasratda emas deydi Alloh taolo. Bular yutqizmaydi. Nega? Chunki o'zi haqda. Va o'zi haq bo'lgani kabi o'zgalarni ham shu haqqa bo'lishligini xohlaydi, shunga chaqiradi, shunga ham chekadi. Bo'lmasam insonning g'ami o'zi uchun o'zi yetadi, lekin g'am ustiga g'am qilib o'zgalarni ham shunga da'vat qiladi. Chaqiradi. Yo to'xtang, bu halol ekan, buni qilingda yaxshi foyda ko'rasiz. Ertadan keyin buni azobi bor, uqubati bor, javob berasiz. Ichi achishadi. Musulmon odamni o'zga musulmon birodari uchun qilayotgan o'sha xatosiga, kamchiligiga ichi achiydi. Bu musulmonligi bu. Ichi achimasa bu musulmon emas, musulmoni komil emas. O'zi haqda bo'ladi, o'zi o'zgalarni ham haqqa chaqiradi. Va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr. Va o'zgalarni sabrga chaqiradi. O'zi ham sabrli bo'ladi va o'zgalarni ham sabrga chaqiradi. Nega? Chunki bu hayoti dunyo, bu o'z asli mashaqqatdan, imtihondan, sinovdan, g'am tashvishdan iborat bo'lgan dunyo. Mana shu borada inson bir-birlarini nimaga? Sabrga chaqiradi. Birodar, bu Allohning imtihoni. Bir kun albatta bu ishingiz o'xshaydi. Ozgina sabr qiling. Allohning irodasida bu mushkulotlar peshonangizda bor ekan. Allohning taqdiroti. Allohga sabr qiling, inshaalloh oxiratda topasiz. Sabrga chaqiradi. Yo'q, shuna qildimi? Mana bunaqa qilib tasha, qo'lingdan keladi-ku, o'ldirib tashamaysan demaydi, balki Allohga sabr qiling deydi. Bu Allohning irodasi deydi. Alloh shuni xohlabdi. Alloh bunga ajr bersin. Sizni sabrlilardan qilsin. Bu musibat, inson bir kun shunday boshimizda bor ekan, yaqinimizdan ayrilish bor ekan, bir kun ketadi-da, biz ham bir kun ketamiz-da deydi. Yaqindan ayrilsa unga sabr tilaydi, sabrga chaqiradi. Mana shu insonlar deydi Alloh taolo hasratda emas. Hasrat ya'ni nuqson, yutqizish hayoti dunyoda inson hayotga kelib yutqizishdan iborat emas uni hayoti. Qachoniki yutqizishda bo'lmaydi, iymon keltirgan bo'lsa, solih amal qilib turgan bo'lsa va o'zi haqida bo'lib o'zgalarni haqqa chorlab turgan bo'lsa, o'zi sabr qilib o'zgalarni ham sabrga chaqirib turgan bo'lsa, shu inson hasratda emas, u yutqizmayapti. Uni hayoti inshaalloh nimada o'tyapti? Foydada o'tyapti. U foyda ko'ryapti u odam. Hech narsa qilmayapman
deyishligi mumkin. Yo'q, u oxiratda ana o'sha jannatdagi abadiy hayotda martaba topyapti. Sabr borasida, sabr deganda faqatgina musibatda sabr emas, ulamolarimiz sabrni bir necha turlarini sanagan ekanlar. Sabr shunday lozim, sabr hattoki toatda ham sabr kerak debdilar. Toat ibodatga ham 1 soat, 1,5 soat jumada o'tirish har kimning ham qo'ldan kelmaydi. Voy 1 soat o'tiramizmi dedi. 1,5 soat ma'ruza eshitib o'tiramizmi? Ket taqab boramiz dedi. Bu toatga ham sabr kerak. O'tiramanmi bu yerda bekor vaqtimni o'tkazman, aytdim pul ishlaganim yaxshi dedi. Ko'ryapsizmi? Darrov chaqadida inson foyda bilan zararda. Qachon yutqizadi? Mana shu haqiqiy foydani dunyo matohiga chaqqanda inson yutqizadi. Nega desa, sabr qila olmadi-da. Ana o'sha toatga sabr, bardoshli bo'lishlik. Bu ham bitta sabr. Bu juda katta sabr bu. Shunday besabrli bor, o'zi namozda o'tiradi, xayoli u ko'chada. Qachon vaqt tugarkan, qachon chiqib ketarkanman dedi. Namozda turib, hatto peshinasi tirishib, o'tirganligi norozi bo'lib o'tirishlik besabrlik hisoblanadi. O'zi o'tiribdi, lekin xayoli ko'chada. Qachon tugarkan, qachon yetib borarkanman. Ishdan qolib ketyapman, puldan kech qolyapman. Inson nima qildi? Yuqoridagi oyat karimaga muvofiq yutqizdi bu inson. Nega? Solih amalida iymon yo'q, ishonch yo'q, umid yo'q, ixlos yo'q. Qanday qilib u foyda bersin? Birinchisi demak, insonni sabr qiladi nimaga? Toat, ibodatga sabrli bo'lish. Ikkinchisi, nafsi xohlab turgan narsalarni teskarisini qilishlikka sabrli bo'lish. Bu juda katta sabr. Juda katta sabrni talab qiladi. Nafsimiz xohlab turibdi, mazza qilib ko'chada yurish, mazza qilib ayshi ishrat qilish. To'xta, bu vaqtda Alloh menga farz qilgan namozi bor. Mazza qilib uxlagimiz kelyapti. Jiring desa, paq etib o'chirib qo'yamiz. To'xta, Alloh bunga nafsim uxlashni xohlab turibdi. 4 o'rningdan bomdod bo'ldi deb bedor bo'lishligimiz mana bu nafsning teskarisiga ish qilish. Bunga ham sabr kerak. Uchinchisi esa musibatlarga sabr. Ya'ni insonning boshiga biror bir tashvish kelsa, besabrligi tutib qolsa, xonavayron qoladi hamma yoni. Voy, men shuncha pulni qayerdan topdim? Qanaqa qilib shuncha qilgan ishlarimni yo'qqa chiqding? Darrov inson bir zalolatga johilligi tutib qolsa, hamma yoqda vayron qiladi. Lekin uning uchun buni Alloh bergan edi, Alloh oldi. Allohning irodasi ekan. Qo'limdan ketishligi bir kun bor edi. Alloh berib olibdi-da endi. Buning uchun ham sabr kerak. Mana shu sabrni Alloh subhanahu va taoloning nazdagi bo'lgan sabr hamma ishda zarur. Ya'ni toatda ham sabr, nafs havoni yengishdagi bo'lgan sabr va qolaversa ana o'sha musibatga bo'lgan sabr. Mana shundagina inson haqiqiy hasratda bo'lmaydi, nadomatda bo'lmaydi, husronda bo'lmaydi, yutqizishda bo'lmaydi. Mana shuni Alloh subhanahu va taolo mana bu oyat karimalarda bayon qiladi. Chunki inson hayoti dunyoga kelishligi, hayotda qandaysiz endi, yaxshimi, ishlar qalay desa, Xudoga shukr, mana yashayuribman. Namoz ham o'qiganim yo'q, ro'za ham tutganim yo'q, na bir boshqa, hamma yo'g'im yetarli. Uy joyim ham bor, bola chaqalarim mana o'ynab yuribdi. Qaytga xohlasam, qaysi davlatga borsam uchaman, dam olaman, kayfi safo. Yeganim oldimda hammasi muhayyo. Bir g'am yo'q, tashvish yo'q, tinchlik, biror bir qiyinchilik yo'q. Mazza qilib yashayapman, zavodlarim tutsa yotibdi. Shumi hayot? Shumi insonning hayoti dunyodagi ko'zlangan maqsadi? Yo'q, bunday emas. Bunday emas. Yo'q, lekin dinimiz nega shunaqa bir ayshi ishratda yoki deylik biror bir rohat farog'atda yashashdan qaytaradimi? Yo'q, qaytarmaydi. Haloldan bo'lsa, qaddini ursin deydi. Rohatini ko'rsin deydi. Haloldan topgan bo'lsa. Dinimiz targ'ib qiladi mol dunyo orttirishga, haloldan, bola chaqa orttirishga, to'g'ri yo'l bilan uy-joy qurishlikka musulmon odam haqli, chiroyli kiyimlarni, mashinalarni minishlikka haqli. Dunyo uchun berilgan ne'matga, Robbisiga shukr qilishlikka eng haqli musulmon odam. Uni Robbisidan deb turgandan keyin inson hech qachon ziyonda emas, uni Robbisidan deyapti, iymon keltirdi shunga. Endi hayot shu holatda o'tayotgan bo'lsa, hayotdan ko'zlangan maqsad shumidi? Yo'q, bunday emas edi. Alloh subhanahu va taolo bu hayoti dunyoga insonni g'am tashvish uchun, g'am chekishlik uchun yuborgan. Nega deng? Bizda oxirat kutyapti. Bu oxiratga
kayfi safo qilib, yallo qilib do'ppini osmonga otgan bilan yetib qolmaymiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda laqad xalaqnal insana fi kabad degan. Dar haqiqat biz insonni mashaqqatda yaratdik degan. Tug'ildiki, o'lgunicha mashaqqat. Faqat rohat farog'at u jannatda bo'ladi. Hatto inson shu rohat farog'atini ham agar inson ozgina e'tiqodi bilan uni rad qilsa, o'sha rohat farog'ati o'zi uchun qiyomatda hasrat nadomat bo'ladi, u uchun kulfat bo'ladi. Xudo noshukrlardan bo'ladi, Xudo asrasin. Birgina berilgan rohat farog'atga insonni agar noshukrligi bo'lsa, qiyomatda unga javob beradi. Summa latus'alunna yawma idhin 'anil na'im deydi Alloh taolo. So'ngra latus'alunna yawma idhin 'anil na'im degani ana o'sha kunda qiyomatda berilgan har bir ne'mat ustida sizlar so'ralasizlar deydi. Har bir ne'mat. Shu oyatning tafsirida Hazrati Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhuma shunday tafsir qilgan ekanlarki, inson debdilar, bir chanqab turgan vaqtidagi ichgan suvda deb o'tgan mana shu yerdagi mazzasi uchun ham javob beradi degan ekanlar. Shuni rohat degan ekanlar. Mana shu rohat ustida so'raladi degan ekanlar. Qolgan rohatlarni qo'yavering. Uxlab dam olib rohatlanishlar bor. Shirin ovqatlarni yeb, qani olinglar degan rohatlar bor. Bola chaqalarni ko'rib ko'zimiz quvonish, minib turgan otlarimiz, mashinalarimiz bilan quvonishlar, yashab turgan joylarimiz, ularni qo'yavering. Inson bir piyola suv ichib, chanqog'ini bosgandagi degan ne'mati ustida so'raladi degan ekanlar. Endi qolganini qo'yavering. Agar shu bo'lmasa, insonni hatto shu hayoti dunyo mashaqqatda. Agar shunga agar inson g'am qilmasa, shunga agar shukr qilmasa, qolgan narsa oxiratda u uchun hasrat bo'ladi, nadomat bo'ladi. Bizga qanchadan qancha ne'matlar berilyapti. Qanchadan qancha bizga rohat farog'atlar berilyapti. Undan so'ralmaymizmi? Albatta so'ralamiz. Demak, inson nima ekan? Inson bu dunyoda yallo qilib yashayurman, hamma yo'q, tinch, xotirjam, biror bir g'am, g'ussam yo'q deganligi mana shu insonga bayroq qilib berish kerak. Shu insonga bir haykal qurish kerak. Zo'r yashadi degan baxtli odam emas ekan u odam. Nega? Chunki Alloh aytayaptiki, insonni bahosi laqad xalaqnal insana fi kabad. Inson yallo qilib yashash uchun kelmagan. Biz uni mashaqqatga yaratganmiz deydi Alloh. Insonning hayoti nimada? Har doim g'amda. G'am tashvishda. Nimaga g'am tashvish qiladi? Oxirati uchun nima bo'lar ekan degan g'am tashvishi bo'ladi. Mana shu narsa insonni qiynaydi. Mana shu narsa inson uchun mashaqqat. Nega? Chunki bu mashaqqatning ustida Allohning hattoki payg'ambarlarning otasi bo'lgan Hazrati Ibrohim alayhisolatu vasallam g'am qildilar. Payg'ambarlar g'am qildi o'sha tashvishdan. Bu dunyoda payg'ambar bo'lib oldim, qancha sahobalarim bor, Xudoga shukr, hamma narsa yetaldi. Mana bizda demadi ular. G'am qildi ular. Nimadan g'am qildi? Ana o'sha oxiratdan g'am qildi. Alloh Hazrati Ibrohim alayhisolatu vasallam tillaridan oyatda shunday bayon qiladi. Ana o'sha oxiratdagi bo'ladigan g'am tashvishni u zotning tilidan shunday bayon qiladi. Allohu minash shaytonir rojim. Va la tahzini yawma yub'asun. Ey Parvardigor, ana o'sha qayta tiriladigan kunda meni sharmanda qilmagin deyaptilar. Payg'ambarlarning otasi bo'la turib, Ka'batullohni qurgan Hazrati Ibrohim alayhisolatu vasallamdan nechta payg'ambarlar dunyoga kelgan zurriyotlari, payg'ambar zodi bo'lganlar. Mana shu zot payg'ambar bo'lganman, qiyomatda men eng zo'r bo'lsam kerak, ey Alloh demayaptilar. Ey Alloh, qayta tiriladigan kunda meni sharmanda qilib qo'ymagin deb g'am qilyaptilar. G'am tashvish qilishga arziydi ekanmanmi qiyomatda? Shu g'am tashvish mana shu hayotda yashashimizga. Nima g'amimiz bor ekan bizning? G'am tashvish qilayotganimiz, ertalab so'rayotgan vaqtda nimani g'am qilyapmiz? Ish qilib bugun bozorim bo'lsin, bolalarimning to'yini ko'ray, topganim to'yga buyursin. O'zbekning boshiga shu to'y solganda, topganini to'yga bir kun sarf qiladi, qarz bo'lib yuraveradi. G'am qiladigan ishlarimiz ko'p demoqchimizda. Bizni oxirat kutyapti. Ana o'sha oxiratdagi hech bo'lmaganda sharmanda bo'lib qolmasdan Allohning huzuriga salomat iymon bilan borishlik. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Yawma la yanfa'u malun va la banun. Nima uchun u zot
nima uchun payg'ambar zoda bo'lgan Ibrohim alayhissalatu vassalom o'sha kunda sharmanda bo'lishligidan panoh so'rayaptilar? Yawma la yanfa'u malun wa la banun. Chunki o'sha kunda deydi Alloh taolo, insonning na moli dunyosi, na bola chaqasi foyda berur. Qaniydi endi u dunyoda ham meni zurriyotlarim payg'ambar bo'lgan deb faxrlana olsa, meni mollarim ko'p bo'lgan deb faxrlana olsa, payg'ambar deb zot ana o'sha qiyomat kunidagi g'am, tashvishdan shu dunyoni o'zida panoh so'rayaptilar. Parvardigor u kunda moli dunyo ham foyda bermaydi. Bola chaqalarim ham, zurriyotlarim ham palonchi o'g'lim pisonjoyda ishlagan u o'tmaydi aytdi. Bu dunyoda tanish bilish qilishimiz mumkin. Kimsan palonchining jiyani ekan deyish mumkin. U dunyoda unaqa tog'a amakilar bir chekkiga o'tib qoladi. Payg'ambardek zot g'am qilyaptilar. U kunda bola chaqam ham menga foyda bermaydi. Moli dunyom ham menga foyda bermaydi. Mana shunda panoh so'radilar. Illa man atalloha biqalbin salim. Ana Alloh subhanahu va taoloning huzuriga borgan vaqtida, Allohning huzuridan ana o'sha qayta tirilishlik holatiga yetganda, kimga ana o'sha moli dunyosi, kimga foyda beriladi, kim yutqizishda bo'lmaydi? Illa man atalloha biqalbin salim. Ana o'sha kunda qalbi salim, pokiza bo'lgan insonlargina najot topadi deydi Alloh. Qalbi salimlik ana o'sha iymon, hidoyat, solih amal, Allohga bo'lgan taqvo, qo'rqinch, ibodat, mana bular insonning qalbi salimligi. Insonga foyda bermaydi bo'lmasa. Yig'gan moli dunyosi ham zarariga, o'tkazgan umri ham hasratdan, nadomatda yutqizishda, orttirgan bola chaqasi ham hasrat, nadomatda foyda bermaydi. Illo ana o'sha qalbi salim holatda borgan, solih amal qilib borgan, Allohga taqvo qilgan insongina hasratda bo'lmaydi deydi. Chunki mana bu kunni tashvishidan hatto payg'ambar alayhissalatu vassalom panoh so'radilar. Hazrati Fatima onamizga, "Ey Fatima qizim, ko'zimni quvonchsan. Ko'rsam ko'zim quvonadi. Sen bilan men faxrlanaman. Ey Fatima, qizim, qizalog'im, mana shu dunyoda nimani so'rasang qo'limdan kelgancha berishga tayyorman. Lekin oxiratda mendan so'ramagin. Oxiratda biror bir narsa berishga men javob bera olmayman" dedilar. Oxiratda bera olmayman dedilar. Payg'ambar deb zot, rahmatan lil alamin bo'lgan zot, xotaman nabiy bo'lgan zot, Allohning suyukli habibi bo'lgan zot oxiratda men javob bera olmayman qizalog'im deyaptilar. Endi bizni qo'yavering. Demak, inson hasratdamikan? Hasratda yurishligi qachon uni qutqaradi? Hasratdan qachon qutqaradi? Illallazina amanu va amilus solihati va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr. Iymon keltiradi, solih amal qiladi, haqda turib haqqa chaqiradi va sabrli bo'lib sabrga chaqiradi. Mana shu inson hasratda emas. Mana shu oyatdan shu ma'no ko'zlanadi. Chunki hayoti dunyo insonni aldab qo'yadi. Tinchligi, yuqorida aytganimizdek, tinchmanu mana urush bo'lmayotgan bo'lsa, janjal to'polon bo'lmayotgan bo'lsa, mana bir oylik yetadigan narsalar olib kelib qo'yganman, hamma yo'lda to'lab qo'yganman. Hech hamma narsa yetarli-ku. Yo'q, buni o'zi kifoya qilmas ekanda. Inson nimadan g'am tashvish qilishligini Alloh o'rgatyapti. Oxirat kutyapti. Payg'ambarlar ham qildi. U kunda sharmanda bo'lib qolishlikdan, Alloh taoloni azobiga giriftor bo'lib qolishdan panoh so'rashligini o'rgatdi. Mana shu borada Haj surasida Alloh taolo aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma ardat wa tad'u kulli zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballohi shadid." Alloh aytadiki, u qiyomat dahshati, u qiyomatdagi bo'lgan dahshatni ko'radigan kuningizda har bir emizuvchi narsa o'z emizayotgan narsasini unutadi. Unutib qo'yadi. Har bir homilador o'zini homilasini tashlab yuboradi. Odamlarni mast holatda ko'rasiz. Holbuki ular mast emas, lekin Allohning azobi shiddatlidir dedi. Qiyomatdagi bo'lgan dahshatni Alloh taolo bayon qiladiki, u dahshat shunday dahshatiki, emizikli har qanday ona o'zini emizayotgan bolasini unutadi. Nega emizikli deb keltiryapti? Masalan, ota bolasiga nisbatan demadi yoki bola onasi demadi.
hayotda eng tashvish qiladigan ona o'zini bolasiga nisbatan shunaqa tashvishda bo'lar ekan. Hatto ona uxlab qolsa, momaqaldiroq biror bir gumburlash ovozi uni uyg'otib yubormasligi mumkin. Lekin bolasini deb yig'laganini o'zi turg'izib yuboradi. Siz eshitmagan, erkak kishi eshitmagan o'sha bolasini ingragan tovushini ona turib bolasiga ko'kragini tutadi. Qiyomat kunining dahshatidan emizayotgan ona o'zini emizikli bolasini unutib qo'yadi. Karaxt bo'lib qoladi. Unutib qo'yadi. Homilador ona o'zini homilasini tashab qo'yadi. Qachon homilasi tushib qoldi deyiladi. Qo'rqib ketgan ekan, dahshatga tushib ketgan ekan, yiqilib tushgan ekan, u bo'lgan ekan, homilasi tushib qolibdi deydi. Nega desa, Alloh aytayaptiki, qiyomatdagi bo'lgan dahshatdan homilador ona bolasini tashab qo'yadi. Shunday qattiq dahshat bo'ladi. U vaqtda insonlarni mast holatda ko'rasiz. Ular ichgan bo'lmaydi. Ular chekib olib yurmaydi mana qilib. Yo'q. Ular ana o'sha dahshatni, qiyomatdagi bo'lgan azobni qattiqligidan, haqiqiy ana o'sha qiyomat qoim bo'lganidan, zilzilani qattiqligidan, azobni his qilganidan, ular qo'rqqanidan karaxt holatga tushib qoladi. Masga o'xshab gangiraklab yuradi. Ana o'shanday ahvolga tushib qoladi deydi Alloh. Ular ichmaydi. Ularni biror bir narsa bilan emas, balki ana o'sha qo'rqinch ularni karaxtib qo'yadi deydi. Nega? Chunki Alloh taolaning azobi ularni kutyapti deydi. Ana o'shandan karaxt holatga tushadi. Demak, musulmon odam mana yuqoridagi aytgan oyatimiz shu holatni ko'rib g'am qilmasligi mumkinmi? Mumkin emas. Buni his qilish kerak. Buning uchun iymon kerak. U qalbi qotgan, qalbi mo'g'irlab ketgan, gunoh bilan qalbi qorayib ketgan inson beta'sir bo'lib turaveradi. Xuddi ko'r odamga, "O, hozir oldingizdan aytdi, bunda qara, hozir bizni katta jarlik kutyapti. Hozir tushib ketamiz" yetkazsa, "Men ko'rmayapman" deb turaveradi. Qalbi ko'r odam ham, "O, seni jahannam kutyapti hali. Bu qilgan amaling seni kasod qiladi, azobga giriftor qiladi, Allohning g'azabiga duchor qiladi" desa, hech narsa qilmayapti-ku, deb yuraveradi. Chunki qalb qorayib ko'r bo'lgan. Qalb ko'r bo'lgandan keyin ko'rmaydi uni, his qilmaydi. Demak, musulmon odam mashaqqatda, hasratda qachon agar iymon keltirsa, qachoniki solih amal qilsa, qachon sabrli bo'lsa, sabrga chaqirsa, haqda bo'lib haqqa chaqirsa, ana o'sha inson yutqizishda emas, hasratda emas. Mana bu mav'izamizdan ko'zlangan maqsad negizi mana shundan xulosa edi. Alloh hammalarimizni haqda sobit qadam qilsin. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuk va natubu ilayk.